Salom do'stlar, men Baxtiyor Najimov. Men avval YouTube kanalida Najimov B nomi bilan YouTube kanalni yuritardim. YouTube kanalim hozir spamda turganligi sababli men YouTube kanalni yurita olmayapman. Ya'ni YouTube kanalim hozir spamda. 2030-yilgacha chiqarishi mumkin ekan, lekin hali spamdan chiqarilgani yo'q. Men tarkibimni ko'rgan bo'lishlari mumkin yoki yo'q. Hozir Kvarat Heli bilan birgalikda hakimini kuchaytiryapman. Men Kvarat Helining yaxshi kuchaymay qolishi mumkin deb o'ylayapman, chunki tezliklari 100 holatga kelmay qolishi mumkin. Hakimini tackling ko'rsatkichini oshirish va asosiy tarkibga tushishi kerak. Hozir asosiy tarkibimda Rodrigo, De Bruyne. Bu tarkib 24-25 o'ynalgan. Uncha uzoq vaqt bo'lmadi hali, lekin ko'p eski, ya'ni darajasi ko'tarilgan vaqt olib qolingan o'yinchilar bor. Misol uchun Bruno Fernandes bor bu orada. Endi himoyachilar yaxshi kuchaymay qolgan. Misol uchun Bekdan ham beksiz chiqmagan. Men keyin Kanotega kelsak, Kanoteni yaxshi kuchaygan deb o'ylayman. Agar bundan-da yaxshi kuchaytirib, Kanoteni ideal holatga keltirganlar bo'lsa, kommentariyaga yoki men YouTube kanalim profiliga Telegramim bor. Telegram akkauntimga o'tib menga videosini tashlasanglar, men YouTube kanaliga qo'yaman va bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Bu yerdan Ronaldolar va Dembele bor. Dembeleni yaqinda oldim. Ya'ni Dembele bu yerda Dembeleni yaqinga oldim. Hozir Nunes bilan kuchaydi. Ya'ni Nuno Mendes bilan va asosiy tarkibimda ko'p eski bo'lgan o'yinchilar. Asosiy Real tarkiblar yig'ilgan va Nuno Mendesni oldim. Nuno Mendes mana Qashti Hakimini ham shunaqa qilib kuchaytirmoqchiman. Ya'ni tackling ko'rsatkichlari son plus bo'lsa, bu qanotda yaxshi o'ynaydi. Ya'ni pas yo'dan kontrollari yaxshi kuchaysa, ya'ni qanotda 3-4 taktikada menga qulay keladi va Leo bor. Leoning o'sha eski vaqtdagisi, ya'ni 24 ta olingan. Hozir 25 ta olib qo'yganlarda sal yaxshiroq kuchaygan menikidan. Va Lewandowski bor, yaxshi kuchayganlardan biri. Bu 95 ga chiqqanda olgandim. Bunda yaxshiroq kuchaytirganman Lewandowskini. Menda asosiy, ya'ni special playerlardan, ya'ni qora o'yinchilardan ikkita o'yinchi bor. Batistuta va Zeygni. Asosan Kellinini olmoqchi edim. Himoyamda sal muammolar bo'lgani uchun Kellinini olmoqchi edim. Keyin Cole Palmer yaxshi kuchaygan. Asosiy tarkibda uni hujumda qo'yib o'ynatsa ham yaxshi o'ynaydi, ya'ni o'zini yaxshi ko'rsatadi. O'zbek o'yinchilardan Husanov ham menda bor, yaxshi kuchaygan. Tackling ko'rsatkichlarda ham kuchaygan. Hammasi shu eski o'yinchilardan. Mana Shomurodov bor menda. Shomurodov yaxshi kuchaymay qolgan menda. Asosan tezliklarini kuchaytirmoqchi edim. Unda acceleration va staminalarga kuchayib ketdi. Yaxshi kuchayib qolmadi. Yaxshi kuchaya olmay qoldi. Va keyin Son bor. Son ham yaxshi kuchaydi, lekin tezliklarini yuz qila olmadim. Tezligi bilan zarbasini ko'pincha past kontrollarga kuchayib ketib qoldi. Bu yerda Kylian Mbappeni esa 600 chiqishiga ozgina qoldi, lekin chiqmay qoldi menda. 600 chiqaraman deb o'ylagandim va Rodrini o'sha vaqtida olib men 97 qilganman. 97 qilishda 2 marta urindim va oxiri 97 holatga keldi. Ya'ni buni videosini bir qisman qo'ygan ekan. To'liq videosini topa olmadim. Qisman, ya'ni 97 holatga kelgan variantdagisi bor. Va bu yerda darvozabonlar va Messini ham 94 lik olib qolingan. Messi yaxshiroq holatda kuchaytirilgan. Tezliklari 90 va acceleration 100, zarbalari 95 holatga keltirilgan. Bu Messi ham yaxshi holatga keltirilgan. Asosiy tarkibda menda hozir 5 ta darvozabon bor, option. Himoyachilar ham anchagina bir talay, lekin uncha yaxshi o'ynashmayapti himoyachilar. Nega sababini bilmadim. Keyin hozir Dream Ligada yangi qo'shilgan special playerslarni ko'rdim. Ya'ni Dream Stars'da yangi o'yinchilarni qo'shdi. Bu yerdan bu o'yinchilarni men
asosan kerak bo'ladi, ya'ni asosiy tarkibga tushirsa bo'ladigan yaxshi o'yinchilardan biri, ya'ni Robinsonni aytsa bo'ladi. Ya'ni taklif ko'rsatkichi ham yaxshi, yomon emas. Bo'yi ham chap tarafda yaxshi o'zini ko'rsatadi, tezliklari ham yaxshi holatga keltirilgan. Bu yerdan Real Madridga o'tgan himoyachini ham olsa bo'ladi, lekin menda hozir himoyachilar ham bir talay va bu Vivan degan o'yinchini olmoqchi edim, lekin bo'yi sal pastroqligi uchun asosiy tarkibda tushirishim kamroq bo'ladi va bu yerdan olishni rejalashtirib turganim Scott mana shu o'yinchini, yarim himoyachi menga o'ta zarur. Agar tushib qolsa, shu himoyachini full holatga keltirgan bo'lardim. Bu yerda ko'pincha o'yinchilarning darajasi 8, ko'p balanddan qo'shilgan va ideal holatga keltirilgan ekan. Buni olishda asosan bu yerda sezon pas ochib ham bir marta olsak bo'lar ekan va sezon pas agar ochadiganlar bo'lsa ochib beraman. Ya'ni sezon pasda bitta agent sifatida berar ekan va oddiy agar sezon pas ochilmagan holatda ham oxirida borib bitta agent, ya'ni o'sha Dream Stars agentdan berar ekan. Men hozir shu o'yingacha 384 ta olmos, ya'ni birinchi o'rin, 30 ta ikkinchi o'rin va 40 ta uchinchi o'rinni olganman va hozir 3611 ta g'alaba bilan olib kelingan. Agar kimgadir manda asosan tangalarni yig'ish, ya'ni endi Dream Liga o'ynaydiganlar uchun men tangalarni yig'ish videolarini ham keyingi videoda qo'yaman. Like bosib podishga qilib qo'yishinglar. Keyingi videoda tangalarni qanday ko'p yig'ish sirlarini, ya'ni sal tangalarni ko'p yig'sa olmoslarni kam beradi, lekin tangalarni ko'p yig'ish sirlarini, ya'ni o'yinchilarni qanday kuchaytirish kerak, hammasi haqida batafsil ma'lumot berib o'taman. Undagi baza shu ahvolga keltirilgan, ya'ni uncha kuchayish bo'lmagan hali. Shuni maksimal holatga keltirmoqchiman, ya'ni ba'zanda 64 ta o'yinchini olib keltirmoqchiman. 64 ta holatda. Endi keyingi o'yinda, ya'ni Hakimi bilan Kvaratskhelia agar full holatga keltirilgan videosini olib YouTube'ga qo'yish niyatidaman. Hozir Hakimi ham ancha holatga kelib qoldi. Qo'yish niyatim bor. Hakimini qo'yish niyatim bor. Keyingi videolarda kimlarni full qilishim haqida yozinglar. Shunaqa bir yaxshi holatga keltiraman. Hakimi misol uchun himoyachilar bo'ladigan bo'lsa, Nuno Mendes va boshqa shunaqa himoyachilar, misol uchun Kanatelar holatiga keltirib, yaxshi kuchaytirib ko'rsataman va qanaqa qilinish va sirlar haqida ham batafsil berib o'taman. Keyingi videomda qanaqa qilib tanga yig'sa bo'ladi, kuchaytirishda arzonroq yo'llari, ya'ni keyin sezon paslari ham xizmati mavjud. Viza kartalar olganman va sezon pas xizmatlari ham bizda mavjud. Bemalol Telegram akkauntimga o'tib murojaat qilsanglar, sezon paslar ham ochib beraman. Mana akkauntimni hozir batafsil o'yinchilar qanday kuchayganligi haqida bir ko'rsatib o'taman. Hammasi ko'rsatilmaganligi sabab batafsil ko'rsatilmagan. Bu 11 talik asosiy tarkibim. Bu yerda zaxiradagi o'yinchilar hammasi yaxshi holatga keltirilgan. Chouameni, Kamavinga ham tezliklari 100 holatga keltirilgan. Trentda ham shunaqa. Trent sal yaxshi kuchaymay qoldi. Tackling ko'rsatkichi 100 bo'lmay qoldi. 100 emas, 80 plus bo'lmay qoldi. Adashib ketib qoldim. Agar 80 plus bo'lganda asosiy tarkibda yondirardi bu. Mana Viniciusni ko'rib turibsizlar, 600 ga yaqin bo'lib qolgan. Nima, Strange darajasi 78 edi. Mana shu holatda pastda, shu holatga kelganda Strange ko'rsatkichi 78 edi. Menda asosiy tarkibda kuchi muhim, ya'ni ikki taym ham o'ynashi mumkinligi sababli Strange ko'rsatkichi kuchaytirganman. Shu sababli undan 600 tutmagan. Holland ham Rudigerlar misol uchun yaxshi holatga keltirilgan. Cross bor mana menda. Shu eski o'yinchilar hozir Cross yo'qolib ketdi. Misol uchun Militaolarning darajasi tushib ketdi. Menda keyingi o'yinlarda men o'ylab turganim Bastoni bilan, ya'ni Viktor Yokersni olib kuchaytirmoqchiman. Videolarni qo'yaman. Kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar.
qiziqarli videolarni qo'yib yuklab boraman. Hammaga omad, rahmat. Agar bu yoqdan, ya'ni special playerslar, ya'ni legendarniy o'yinchilardan men asosiy o'yinda bu gal yaxshi o'yinchilarni chiqarmadi, lekin men hayron qolganim Dennis Beckham ikkinchi marta chiqishi. Bu o'yinchi endi bilmadim qanaqa holatga keladi. Premier Liga ko'pincha xatoliklar yo'l qo'yyaptimi? Dennis Beckhamni ikkinchi marta qo'yyapti. Avval 85lik holatda edi. Menda Batistuta bilan keyin yarim himoyachi Sukerni berganda, Sukerni sotib olgandim. Shu agar olish kerak bo'lsa, mana shu o'yinchi sal hujumda yaxshiroq, bo'yi balandroq, ikkinchi qavatda yaxshi o'ynaydi. Hozir 25 ming deb topibman. Agar hozir 2 ming deb bo'lgach, bir asosiy qaysi o'yinchi shu haqida ham video qilaman. Bu yoqda Viktorni sotib olgandim, 80 bo'lgani uchun 92 lik versiyasini sotib yubordim. 6 soatdan keyin bu yerdan chiqib ketar ekan va Viktorni keyin qayta sotib olish imkoniyatiga ega bo'laman va yana Dream Stars'dagi o'yinchilardan bu yerdan ham bitta olsa bo'lar ekan. Lekin bunga kirish pulli ekan. $677. Agar kimga shu yerga kirib berish xizmati kerak bo'lsa, men kirib beraman. Bemalol. Xohlasanglar tarkiblarni o'zingizlar ham yig'ib olasizlar, faqat pulini Visa karta orqali to'lab beraman. Xizmatlar ham o'ziga ko'rsatilgan, ya'ni ko'rsatilgan holatda qancha summa bo'lsa, o'shancha holatda kirib beraman. Boshqalarga o'xshab qimmat holatda emas. Hozirchalik biz tanga yig'ish xizmati yo'q. Agar YouTube kanalim yaxshi rivojlanib ketsa, tanga yig'ish xizmatini ham, yana shunaqa o'yinchilar qidirib ochishlarni ham yo'lga qo'yaman. Hammaga rahmat. Umuman kanalimni kuzatib borishinglarni so'rayman. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.